Salom, bola zaperdan chiqsa ham kelajakda bilinishi mumkinmi? Endi qanaqa tipda ozgina asoratlari qolgan bo'lsa, bilinib qolishi mumkin, lekin kamdan kam bilinadi. Chunki men уже 19 yildan beri davolayotgan bo'lsam, nechta уже farzandlarim turmush qurdi, ularning bolalari bor. Hech qanaqa o'zgarishlari qolmagan, hattoki o'sha ular tug'ilib ular uylangandan keyin farzandli bo'lgandan keyin ularning farzandida ham qanaqadir ozgina yengil tipda o'zgarishlarni sezgan buvijonlari o'sha nevaralarimni olib kelishadi-da. Ularni ham davolab tuzatib beramiz. O'shaning uchun mobodo agarda bo'lsa ham asoratlari demak ozgina chala tuzatilgan bo'ladi-da. Kamdan kam bilinadi. Endi aytishim mumkin bo'lgan jarayon bolalar primoy to'g'ri so'z bo'lib qoladi. Hazillik kam tushunadigan bo'ladi. Shunaqa belgisini hisobga olmasa bilinmaydi почти.